Yo'llarda qoidalarga rioya qilish har bir haydovchining qonuniy majburiyati hisoblanadi. Ayniqsa sud qarori bilan transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxslarning belgilangan cheklovlarga amal qilishi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq ayrim fuqarolar berilgan ogohlantirishlardan tegishli xulosa chiqarmay, qonun talablarini mensimaslikda davom etmoqda. Surxondaryoda qayd etilgan holatda sud qarori bilan haydovchilik huquqidan mahrum etilgan fuqaro taqiq mavjud bo'lishiga qaramay, yana transport vositasini boshqargan holda qo'lga tushdi. Yo'l harakat qoidalarini mensimaslik nafaqat jarima, balki jinoiy javobgarlikka olib keladi. Sariosiyo tumanida ko'rilgan navbatdagi sud ishida aynan shunday holat yuz berdi. Ish hujjatlariga ko'ra, fuqaro avval mast holda transport vositasini boshqargani uchun haydovchilik huquqidan mahrum etilgan va katta miqdordagi jarimaga tortilgan. Biroq fuqaro bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarmadi. Oradan ko'p o'tmay u yana avtomashina boshqargan vaqtida aniqlanib, ma'muriy javobgarlikka tortildi. Shundan keyin ham qonun talablariga bo'ysunmagan haydovchi takror va takror transport vositasini boshqarishda davom etgan. Mazkur holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur holat yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha Sariosiyo tuman sudining ochiq sud majlisida ko'rib chiqildi. Sudning hukmiga ko'ra sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 261.2-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 59-moddasi 8-qismi tartibida 2 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilinib, oylik ish haqining 20% davlat daromadiga ushlangan holda 1 yil 8 oy muddatga axloq tuzatish ishi jazosiga sudlandi. Yo'l harakat qoidalariga bepisand qarash birgina haydovchining emas, balki yo'ldagi o'nlab insonlarning hayoti va taqdirini xavf ostiga qo'yadi. Qonunni mensimaslik esa oxir-oqibat javobgarlikka yetaklaydi. Bu kun Sardorbek Lolayev, Maqsud Alimnazarov, Surxondaryo.